أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sure Hicr 99 ayet Mekke'de nazil bolgan Nahayeti şefqatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Elif, Lam, Ra. Bu kitapның, Roşen Kur'an'ның ayetleridir. Kapırlar kıyametning dehşetini körgende, dünyadaki çığımızda Müslüman bolgan bolsaqçu deb arman qılıd. Ey Muhammed, ularni, yani kufarlarni meylige koyuvet. Yeb içip, oynap gülüp yürüsün. Ular bihude arzular bilen boliversin. Ular uzakka kalmay, öz qilmishlarining yamanlıqını bilid. Biz qandaq bir şehirni halak qilmayli. Faqat uning halak bo'ladigan muayyan vaqti bo'ladi. Har qandaq ummatning halak bo'ladigan vaqti ilgiri surilmaydi, ham kechiktirilmaydi. Ular aytdi: Ey Qur'on nazil qilingan odam, sen haqiqatan majnunsan. Agar sen men Rasululloh degan so'zingda rastchillardan bo'lsang, payg'ambarligingga guvohlik berdigan farishtalarni oldimizga elib kelsangchu. Farishtalarni faqat haq asosida, ya'ni azob nazil qilishimiz muqarrar bo'lgan chaqdala nazil qilamiz. Bu chaqda ularga mühlet berilmaydi. Ya'ni ularning azobi kechiktirilmaydi. Qur'onni haqiqatan biz nazil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Shubhisizki seningdan ilgari burunqi har qaysi toifalarga nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ular o'zlariga payg'ambar kelsila uni masxir qilishdi. Shundoq masxir qilishni biz gunohkorlarning dillariga solamiz. Ular Qur'onga ishonmaydi. Bu burundan odat bo'lib qolgan, ya'ni burundan tortib payg'ambarlarni inkor qilgan qavmlarni Allohning halok qilishi odat bo'lib kelayotgan ish. Biz ularga osmondan bir eshik ochib bergan. Ular uningdan osmonga o'rlab olamiy arvohni, farishtalarni ko'rgan taqdirdimi? Ular cho'qim ko'zlarimiz bog'lanib qoldi. Balki sehrlangan qavm bo'lib qolsak kerak deyishdi. Biz osmonda burujlarni yaratdik va kuzatuvchilar uchun osmonni yulduzlar bilan bezidik. Har bir qo'g'landi shaytondan osmonni qo'g'didik. Lekin osmon xabarlariga o'g'irliqcha quloq salmoqchi bo'lgan shaytonni ro'shan oqar yulduz qo'g'lab yetidi. Ya'ni halok qiladi. Yer yuzini yeyib keng qildik. Uningga tog'larni o'rnatdik. Yer yuzida har xil takshi o'lchamlik o'simliklarni o'stirdik. Yer yuzida sizlar uchun va sizlar rizqni berolmaydiganlar, ya'ni xodimlar va hayvonlar uchun turmush lozimatliklarini yaratdik. Ularning yemek içmeklerini sizlar emas, biz yaratdimiz. Qandaq narsa bo'lmasin, uning xazinasi, ya'ni xazinaning oshqushi bizning dargohimizdadir. Biz uni faqat ma'lum miqdordala tushiramiz. Biz yomg'irni haydaydigan shamollarni avatdik. Biz bulutdan yomg'ir yog'dirib, sizlarni sug'ardik. Sizlar hargiz uni saqlashga qodir emassizlar. Biz hammani tirildiramiz, hammani o'ldiramiz va hammaga varislik qilamiz. Biz sizlardan ilgari o'tganlarni haqiqatan bilamiz va
keyin keladiganlarni mu haqiqatan bilamiz. Parvardigoring haqiqatan hisob elish va jazolash uchun ularni yig'di. Allah haqiqatan hikmat bilan ish qilg'uchidir. Hammani bilguchidir. Shak shubhisizki biz inson, ya'ni Odam alayhissalomni qora loydan yasilib shaklga kirgizilgan, cheksa jiringlaydigan quruq loydan yaratdik. Jinlar, ya'ni shaytonlar va ularning boshlig'i iblisni ilgari tutunsiz o't yolqinidan yaratgan edi. Parvardigoring o'z vaqtida farishtalarga aytdi: "Men haqiqatan qora loydan yasilib, shaklga kirgizilgan, cheksiz jiringlaydigan quruq loydan inson, ya'ni Odam alayhissalomni yaratdim. Men uni to'liq yaratgan, ya'ni uni yaratib, suratga kirgizib, a'zolari to'liq va mukammal inson holatiga keltirgan va uningga jon kirgizgan chig'imda sizlar uningga sajda qilinglar." Farishtalarning birimi ayrilib qolmay, hammasi Odam alayhissalomga sajda qildi. Faqat iblislar sajda qilishdan bosh tortdi. Allah: "Ey iblis, sen nimishqa sajda qilmaysan?" dedi. Iblis qaralaydan yasab, shaklga kirgizib, cheksiz jiringlaydigan, quruq loydan yaratilgan inson mening sajda qilishimga loyiq emas dedi. Allah aytdi: "Sen jannatdan yo'qol. Haqiqatan qo'g'landi bo'lding. Sana qiyomat kunigacha haqiqatan la'nat bo'lsin." İblis: "Parvardigorim, menga xaloyiqlar tirildiriladigan kun, ya'ni qiyomat kunigacha muhlat bergin. Ya'ni meni hayot qoldirgin" dedi. Allah: "Sana haqiqatan ma'lum vaqtgacha muhlat beriladi" dedi. İblis aytdi: "Parvardigorim, sen meni gumroh qilganliging uchun yer yuzida odam bolalarga gunohlarni albatta chiroyli ko'rsataman. Ularning hammasini albatta ozdiraman. Ulardan faqat tanlangan bandalaringlar buningdan mustasno. Ya'ni ularni ozdirolmayman." Allah aytdi: "Bu men saqlashga tegishli to'g'ri yo'ldir. Mening bandalarimga, ya'ni ularni ozdirishga sening kuching yetmaydi. Faqat gumrohlardan sana ergashganlargina sening kuching yetadi. Shubhisizki do'zax ular, ya'ni iblis va uning tavalarining hammasiga va'da qilingan joydir. Jahannamning 7 darvozasi bo'lib, ularning har biridan kiradigan muayyan bir bölük odam bor. Taqvodorlar haqiqatan oxiratda yop-yeshil bog' bo'stonlardan suv, asal va may eqib turadigan buloqlardan bahramand bo'ladi. Ularga jannatga omon eson tinish kiringlar deyiladi. Ularning dillaridagi dushmanligini chiqarib tashlaymiz. Ular o'zaro qarindosh bo'lgan holda taxtlar ustida bir-biriga qarishib o'ltirdi. Jannatda ularga charchash bo'lmaydi. Ular jannatdan chiqarib etilmaydi. Ey Muhammad, mening mo'min bandalarimga xabar qilginki, men to'liq mag'firat qilguvchiman. Nihoyatda rahim qilguvchiman. Mening azobim qattiqdir. Ularga İbrahimning mehmonlari haqidagi hikoyani aytib bergin. O'z vaqtida farishtalar İbrahimning yeniga kirib salom berdi. İbrahim, biz haqiqatan sizlardan
qo'rqyapmiz dedi. Ular, qo'rqmag'in. Biz Parvardigoringning elchilarimiz. Haqiqatan sana o'sib cho'ng bo'lganida nihoyat bilimlik bo'ladigan bir o'g'il, ya'ni Isoq bilan xo'sh xabar berimiz dedi. İbrahim, men qeyrg'an tursam, menga bola bilan xo'sh xabar berdinglarmi? Menga nima bilan xo'sh xabar beryapsizlar dedi. Ular, biz sana rost xo'sh xabar berdik. Naumid bo'lmag'in dedi. İbrahim, Parvardigorining rahmatidan gumrohlardan boshqa kimmi naumid bo'lar dedi. İbrahim, ey elchilar, nima ish bilan keldinglar dedi. Ular aytdi, biz haqiqatan gunohkor bir qavmni jazolash uchun avatildik. Faqat Lutning tavalarla buningdan mustasno. Biz ular, ya'ni Lutning tavalari va uning oilasidagilarning hammasini azobdan cho'qim qutulduramiz. Faqat Lutning xotinila buningdan mustasno. Biz uning cho'qim boshqalar bilan birga azoblanadiganligini oldin bekitdik. Elchilar Lutning oilasiga kelgan chaqda, Lut, sizlar haqiqatan notunish odamlarg'u dedi. Ular aytdi, undoq emas. Biz Allohning elchilarimiz. Biz sening oldinga ular, ya'ni sening qavming shaklanayotgan azobni elib keldik. Biz sana haqiqatni elib keldik. Biz albatta sözümüzde rastçılmız. Keçinin ahırda oilangdagilarni elib yo'lga chiqqin. O'zang ularning orqasida mang'in. Sizlardan hech bir odam orqasiga qaramasin. Sizlar buyurilgan yerga yetkicha olg'a qarab meng'iveringlar. Saharda bular, ya'ni Lutning qavmining yiltizi qurutulud, ya'ni talqanadi degan hukmni Lutga vahiy qildik. Sadum shahrining aholisi, ya'ni Lutning qavmi xo'shal bo'lishib yetib kelishdi. Lut aytdi, bular mening mehminim. Ularga cheqilib qo'yib, ularning oldida meni rasvo qilmanglar. Allohdan qo'rqinglar. Mehminimni xorlash orqali meni xorlamanglar. Ular, biz seni kelgan musofirlarni himoya qilishdan to'smaganmidik dedi. Lut, bular mening qizlarim, ya'ni qavmimning qizlaridir. Agar qazoi shahvat qilmoqchi bo'lsanglar, ularni nikohlab elinglar dedi. Ey Muhammad, sening hayoting bilan qasamki, ular albatta gumrohliklarida tengirqab yurishidi. Kun chiqar vaqtida ularga qattiq cho'qon yuzlandi. Biz u shaharni ostin ustun qilib, ya'ni ko'mtirib, va ularning ustiga yomg'irdak sopol tosh yog'dirdik. Uningda, ya'ni ularga nozil bo'lgan azobda kuzatuvchilar uchun haqiqatan nurg'un ibratlar bor. U shahar Qurayshlar Shamga boradigan yo'l ustida haqiqatan ilmi mavjud turmoqda. Buningda mu'minlar uchun haqiqatan ibrat bor. Aykaliklar shubhisizki zolim edi. Ya'ni kufrda haddidan oshqanlar edi. Shuaybning payg'ambarligini inkor qilganliklari uchun ularni halok qildik. Ular, ya'ni bu ikki shaharning har ikkilisi shubhisizki oshkor yo'l ustidadir. Ey Makka aholisi, ulardan ibrat olmamsizlar? Hijriliklar haqiqatan payg'ambarlarni inkor qildi. Ya'ni
ularning Salih alayhissalomni inkor qilganligi, boshqa payg'ambarlarni inkor qilganligidir. Ularga mo'jizlarimizni keltirdik. Ya'ni toshdan kishi to'ga chiqarishdek qudratimizga dalolat qiladigan mo'jizlarni ularga ko'rsatdik. Ular bu mo'jizlardan yuz o'rdi. Ular azobdan amin bo'lgan holda tog'larni teshib, bu bizni Allohning azobidan saqlaydi deb o'y salatdi. Lekin qattiq cho'qan sahardila ularni halok qildi. Ularning qilgan amgaklari o'zlariga asqatmadi. Ya'ni ularning salgan binolari ularni Allohning azobidan saqlab qolanmadi. Biz osmonlarni, zaminni va ulardagi narsalarni faqat haq asosida yaratdik. Qiyomatning bo'lishi cho'qimdir. Ey Muhammad, nadonlar bilan tang bo'lmag'in. Ularga chiroyli muomalada bo'lg'in. Parvardigoring haqiqatan hammani yaratquchidir. Bandalarning ahvolini bilib turg'uchidir. Namozda takrorlanib turadigan 7 oyatni, ya'ni Sura Fatihani va ulug' Qur'onni haqiqatan sana ato qildik. Ba'zi kofirlarning biz bahramon qilgan narsalarga ko'z solmag'in. Ularning iymon etmaganligidan qayg'urmag'in. Mu'minlarga kamtar bo'lg'in. Men haqiqatan sizlarni Allohning azobining nozil bo'lishidan oshkora ogohlantiruvchiman degin. Parchilavatkichilarga, ya'ni Yahudilar va Nasaralarga Tavrat bilan Injilni nozil qilgandek, sana Sura Fatiha bilan ulug' Qur'onni nozil qildik. Ular, ya'ni Yahudilar va Nasaralar Qur'onni parcha-parcha qilibatdi. Ya'ni Qur'onning ba'zisiga ishinib, ba'zisini inkor qildi. Parvardigoringning nomi bilan qasamki, ular, ya'ni xaloyiqning hammasining bu dunyoda qilgan ishlarini cho'qim so'raymiz. Sana buyurilganni, ya'ni Parvardigoringning amrini oshkora o'tirg'i qo'yg'in. Mushriklarning masxirlariga parvo qilmag'in. Seni masxir qilg'uvchilarga biz cho'qim tetimiz. Ular boshqa ma'budlarni Allohga sherik qiladi. Ular uzoq qolmay ishning oqibatini biladi. Biz ularning so'zlaridan yuragingning siqilayotganligini obdan bilamiz. Parvardigoringga hamdu va tasbih etqin. Ham sajda qilg'uvchilardan bo'lg'in. Sen o'zingga o'lim kelganga, ya'ni ajling yetganga qadar Parvardigoringga ibodat qilg'in. Avlod ovozliq asarlari. Sura Nahl 128 oyat. Makkada nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Allohning farmoni, ya'ni qiyomat cho'qim keladi. Uningga oldirab ketmanglar. Allah ular, ya'ni mushriklarning sherik keltirgan narsalardan pokdir va yuksakdir. Allah o'z irodasi bo'yicha xohlagan bandalariga farishtalarni vahiy bilan nozil qilib mundoq deydi. İnsanlarni ogohlantiringlarki, mendan boshqa hech iloh yo'qdir. Mendan, ya'ni azobimdan qo'rqinglar. Allah osmonlarni va zaminni haq yaratdi. Allah ular, ya'ni mushriklarning sherik keltirgan narsalardan yuksakdir.
insonni abimanidan yaratdi. Nagahan u Allohga oshkora husumat qilg'uchidir. Allah chorva mollarni sizlarning manfaatlanishinglar uchun yaratdi. Ularning yungi va terisi bilan sinisizlar. Ularning nasli, süti, so'ngiki va qig'idan foydalansizlar va ularning go'shtlarini yeysizlar. Ularni kechda o'tloqdan qaytirib kelgan va atdiganda o'tloqqa elib chiqqan vaqtinglarda chorva mollar sizlarga zinnat bo'lib, xo'shallik beg'ishlaydi. Ular yük taqanlarni sizlar jafo mushaqqat bilan aran yetib baralaydigan joylarga ko'tirib boradi. Sizlarning Parvardigoringlar sizlarga haqiqatan shafqatlikdir va mehribondir. Allah otni, xechirni va eshakni minishinglar uchun va zinnat uchun yaratdi. Allah yana sizlar bilmaydigan narsalarni mu yaratdi. To'g'ri yo'l ko'rsatishni Allah o'z ustiga olgan. Ba'zi yo'llar egri bo'ladi. Mubodo Allah xolis edi. Sizlarning hammanglarni albatta to'g'ri yo'lga solgan bo'ladi. Allah sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Uningdan ichsizlar va shu yomg'ir orqali o'sgan dal-daraxtlar bilan chorvanglarni boqsizlar. Allah sizlarga shu yomg'ir bilan ziroatlarni o'stirib berdi. Zaytun, xurmo, üzüm va turli mevalarni o'stirib berdi. Cho'nqur fikr qiladigan qavm uchun buningda haqiqatan Allah'ның qudratini ko'rsatadigan dalillar bor. Allah sizlarga kechini, kunduzni, kunni, oyni bo'ysundirib berdi. Yulduzlarmu Allah'ның emri bilan bo'ysundirilgandir. Tushunadigan qavm uchun buningda nurg'un dalillar bor. Allah yana yer yuzida sizlar uchun yaratgan rengarang narsalarni sizlarga bo'ysundirib berdi. Vaz nasihat oladigan qavm uchun buningda albatta ibrat bor. Allah sizlarni dengizning yangi go'shtlari, ya'ni beliqlarini yesun. Taqaydigan zinnat buyumlari, ya'ni unchi marjonlarni chiqarsun deb sizlarga dengizni bo'ysundirib berdi. Allohning ne'matlarini talab qilishinglar va uningga shukr qilishinglar uchun Allohning bo'ysundirishi bilan yemak ishmaklar va yük taqlar qochilangan kemilarning dengizda do'lqin yerib kelayotganligini ko'rsan. Zaminning sizlarni tavirtivatmasligi uchun Allah uningda tog'larni barpo qildi. Ziroatlaringlarni, chorva mollaringlarni sug'urishinglar uchun, eriq o'stanglarni ezib qolmasliginglar uchun yo'llarni paydo qildi. Yo'llarga belgilarni qildi. Ular kechsi quruqlikda va dengizlarda yulduzlar bilan yo'l topadi. Bütün kainatni yaratgan Allah bilan hech narsani yaratolmaydigan butlar o'xshash bo'lamdi. O'ylamamsizlar. Agar Allohning sizlarga bergan ne'matini sanasanglar, uning hisobini elib bo'lolmaysizlar. Shubhisizki Allah sizlarning bu jihatdagi yetarsizliklaringlarni albatta mag'firat qilguchidir. Bandalarga mehribondir. Allah sizlar yo'shirgan va oshkora qilganning hammasini bilib turadi. Ularning Allohni qo'yib ibodat qilganlari, ya'ni butlari hech shayini yaratolmaydi. Balki ularning o'zlari yaratilgandir. Ya'ni
insonlar tarafidan yasalgandir. Ular, ya'ni butlar tirik emas, o'likdir. Ular cho'qing'uchilarning qachon qayta tirildiriladiganligini uqmaydi. Sizlarning ibodat qilishga loyiq ilohinglar birdir. Oxiratga ishonmaydiganlarning dillari Allohning birligini inkor qiladi. Ular cho'ngchilik qilib, haqni qabul qilishdan bosh tortquchilardir. Allah ularning yo'shirganlarini va oshkor qilganlarini rastlab bilib turadi. Allah takabburlik qilguvchilarni haqiqatan do'st tutmaydi. Ularga, ya'ni mushriklarga Parvardigoringlar payg'ambarga nimalarni nozil qildi deyilsa, ular masxir qilib, qadimkilarning afsonalarini nozil qildi deyishirdi. Ular qiyomat kuni o'zlarining gunohlariga to'liq javobgar bo'lishlari va o'zlari tarafidan bilmasdan ozdirilganlarning bir qism gunohlariga o'zlari javobgar bo'lishlari uchun yuqorqi bo'hton so'zlarni qildi. Ularning javobgar bo'ladigini nima degan yomon. Ular, ya'ni Makka kofirlaridan ilgari o'tgan kofirlar o'z payg'ambarlariga hiyla-mikr ishlatib, Allohning nurini o'chirmoqchi bo'ldi. Allah ularning hiyla-mikr binosini talto'kis gumron qildi. Ularning ustiga bu binoning o'g'isi o'rilib tushdi. Ularga o'zlari o'ylamagan yerdan azob keldi. Ondan keyin Allah ularni qiyomat kuni rasvo qiladi. Ularga qayib, mening sheriklarim qani, qayerda? Sizlar ular to'g'risida payg'ambarlar bilan munozirlashdinglargu deydi. Ilm berilganlar, ya'ni ularni iymonga da'vat qilgan payg'ambarlar va ulamolar bugun rasvolik va azob haqiqatan kofirlarga tegishlikdir deydi. Ular kufrni ixtiyor qilib, o'zlariga ziyon solgan sharoitda farishtalar ularning jonlarini oladi. Ular bo'ysunganliklarini bildirib, biz hech qanday yomon ish qilmadik deydi. Undaq emas. Allah sizlarning qilmishinglarni haqiqatan to'liq bilguchidir. Sizlar ichida mangu qoladigan jahannamning darvozalaridan kiringlar. Cho'ngchilik qilib, Allohga itoat qilishdan bosh tortquchilarning bordigan joyi nima degan yomon. Taqvodorlarga Parvardigoringlar payg'ambariga nimalarni nozil qildi deyilsa, ular yaxshi so'zlarni nozil qildi deyishidi. Yaxshi ish qilguvchilar bu dunyoda mukofotlanadi. Oxirat yurti ular uchun texmi yaxshidir. Taqvodorlarning yurti rasla nima degan go'zal. Ular ostidan o'stanglar eqib turadigan adni jannatlarga kiradi. U yerda ularning ko'ngli xohlagan narsalar tepiladi. Allah taqvodorlarni ana shundoq mukofotlaydi. Ular mushriklik va gunohlardan pok bo'lgan sharoitda farishtalar ularni qabz ruh qiladi. Farishtalar ularga salom sizlarga qilgan amallaringlarning xosiyatidan jannatga kiringlar deydi. Kofirlar faqat o'zlarining jinini elish uchun farishtalarning tushishini yoki Parvardigoringning amrining, ya'ni azobining tushishini kutadi. Ulardan burun o'tgan kofirlarmi ana shundoq qilgan edi. Allah ularga zulm qilgani yo'q. Lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Ular qilmishlarining jazosini tortdi. Ularga masxir qilganliklarining jazosi, ya'ni qattiq azobi tushdi. Mushriklar mubodo Allah xohlagan bo'lsa,
biz va bizning ota-bobolarimiz Allohni qo'yib hech narsaga ibodat qilmagan bo'lardik. Allah haram qilmagan, ya'ni Allohning hukmisiz hech narsani haram qilmagan bo'lardik dedi. Ulardan ilgirkilarmi ana shundoq qilgan edi. Payg'ambarlarning mas'uliyati faqat ro'shan tabliğ qilishdanla iborat. Hidoyat qilish bo'lsa Allohning ishidir. Biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar. Shaytondan, ya'ni shaytonga, butlarga, kahinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan jiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdi. Ularning orasida Allah hidoyat qilganlarmi bor, gumrohlikqa tegishlik bo'lganlarmi bor. Yer yuzida sayr qilib yurib, payg'ambarlarni inkor qilganlarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatinglar. Sen ularning hidoyat tepishiga eris bo'lsangmi, Allah o'zi gumroh qilgan kishini hidoyat qilmaydi. Ularni Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday madadkor yo'q. Ular Allah o'likni tirildirmaydi deb qattiq qasam ichishdi. Undaq emas, ya'ni o'likni tirildirdi. Allah va'dasini cho'qim ishga oshirdi. Lekin insonlarning to'lisi Allohning qudratini bilmaydi. Shunlashqa o'lgandan keyin tirilishni inkor qiladi. Allah ular ixtilof qilishgan haq bilan nahaqni ularga ayirib berish va kafirlarga ularning yolg'onchiliklarini bildirib qo'yish uchun ularni qaytadan tirildirdi. Biz biror shayni vujudga keltirmoqchi bo'lsak, uningga vujudga kel deymizda, u vujudga keladi. Zulmga uchirganidan keyin Allah yo'lida hijrat qilganlarni dunyoda cho'qim yaxshi joyga o'rinlashtiramiz. Ular biladigan bo'lsa, ularga oxiratning savobi texmi cho'ngdir. Ular eg'irchiliklarga sabr qildi. Ular hamma ishda Parvardigoriga tavakkul qiladi, ya'ni yo'linadi. Sendan ilgari biz faqat erlarga vahiy nozil qilib, ularni payg'ambar qilib avatdik. Ey Quraysh jamoasi, buni bilmasanglar, ilm ahlilari, ya'ni Tavrat va İncilni bilgüchilardan so'ranglar. Ularning o'zlarining rostligini ko'rsatib beradigan dalillar va muqaddas kitoblar bilan avatdik. Biz sana Qur'onni insonlarga tushirilgan shariatni bayon qilib bersin. Ular bu Qur'onni fikr qilib, uningdan vaz nasihat olsun deb nozil qildik. Hilmikir ishlatib yomon ish qilganlar Allohning o'zlarini yerga yutqizib etishidan yoki o'zlariga o'ylamagan yerdan azob kelishidan qo'rqmamdi, yoki o'zlarini safar ustidagi chog'larda jazoga yo'liqtirishidan qo'rqmamdi. Bu chog'da ular qechib qutlanmaydi, yoki Allohning o'zlarini qadam-qadam jazolashidan qo'rqmamdi. Sizlarning Parvardigoringlar albatta marhamatlikdir, mehribondir. Shunga sizlarni oldirab jazolamadi. Ular Allah yaratgan shaylarning soyilarining bo'ysungan holda Allohga sajda qilish yuzasidan o'ng so'lga mahil bo'lib turganligini ko'rmadimi? Osmonlardagi va zimindagi hayvonotlar, farishtalar Allohga sajda qiladi. Ular Allohga sajda qilishdan cho'ngchilik qilib bosh tortmaydi. Ular o'z ustidagi Parvardigoridan qo'rqidi. O'zlariga buyurilganni qiladi. Allah ikki ilohga ibodat qilmanglar. U faqat
birli ilahdır. Mendilli korkunglar dedi. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. İbadet hamisha Allohga xosdir. Allohdan bo'lak g'ayridan qo'rqamsizlar? Sizlar bahramon bo'layotgan ne'matlarning hammasini Alloh bergan. Sizlarga biror eg'irchilik yetsa, Allohga yolurib duo qilasizlar. Alloh sizlardan eg'irchilikni ko'tiribsa, oranglardan bir bo'lik odam darhol o'z Parvardigoriga sherik keltirdi. Ular o'zlariga bergan beshidagi eg'irchilikni ko'tirayotganligimizdan iborat ne'matimizga noshukrlik qiladi. Sizlar ajlinglar yetguncha dunyodan bahramon bo'linglar. İşinlarning oqibatini uzoqqa qolmay bilasizlar. Ular biz o'zlariga bergan mol-mulkdan bilimsiz butlarga nasiva qoldirdi. Ey mushriklar, Allohning nomi bilan qasamki, sizlar o'zinglar o'ydirib chiqargan narsanglar uchun cho'qim so'roqqa tortilisizlar. Ular Allohga qizlarni nisbat berdi. Allah bundaq böhtandan pakdir. Ular o'zi arzu qiladiganlarini o'zlariga nisbat berdi. Ularning birasiga xotinining qiz tuqqanlik xo'sh xabari yetkazilsa, chiroyi o'zgarib, g'azablik bo'lib ketadi. Yetkazilgan yomon xabardan qo'rqib, o'z qavmiga ko'rinmay yo'shirinib oladi. Ondan u nomusga chidab qizni saqlab qolamdi yoki uni to'pi ostiga tirik ko'mamdi. Shu haqda o'ylanadi. Ularning hukmi, ya'ni o'g'illarni o'zlariga nisbat berib, qizlarni Allohga nisbat berishi haqiqatan nima degan qabih. Oxiratga ishonmaydiganlar o'g'ilni yaxshi ko'rib, qizni yomon ko'rish. Xotini o'g'il tug'sa, xo'shal bo'lib, qiz tug'sa, ochchiq kelish, ornumusdan va kambag'allikdan qo'rqib, qizlarni tirik ko'mishga o'xshash yomon sifatlarga ega. Allah bo'lsa, eng oliy xislatlarga ega. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Agar Allah insonlarni ularning zulmi tufaylidan chapsan jazolaydigan bo'lsa, yer yuzida qimirlab turadigan hech bir jon egisini qo'ymagan bo'lardi. Lekin Allah ularni muayyan vaqtgacha ta'xir qiladi. Ularning halok bo'lish vaqti kelganda qilchi vaqtmi kechiktirilmaydi. Vaqt kelmasa, qilchi vaqtmi ilgari surilmaydi. Ular o'zlari yomon ko'rdiganni Allohga mansub qiladi. Ular oqibatining yaxshi bo'ladiganligi bilan jo'ylaydi. Shubhisizki, ular do'zax azobiga duchor bo'ladi. Ular do'zaxda tashlanib qolg'uchilardir. Ey Muhammad, Allah nomi bilan qasamki, sendin ilgari o'tgan ummatlarga haqiqatan payg'ambarlar avatdiq. Shayton ularning amallarini o'zlariga chiroyli ko'rsatdi. Shayton bugun ularning yordamchisidir. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Ey Muhammad, biz kitobni, ya'ni Qur'onni faqat sening kishilarga ular dinidagi datalash qilishgan narsalarni bayon qilib berishing uchun iymon etadigan qavmga hidoyat va rahmat bo'lsin uchunla nozil qildik. Allah bulutdan yomg'ir yog'dirib, shuning bilan qog'jirab qolgan zaminda turlik ziroatlarni undirdi. Buningda vaz nasihat anglaydigan qavm uchun albatta Allohning qudratining cho'ngligini ko'rsatadigan dalillar bor. Chahar paylarda sizlar uchun haqiqatan bir ibrat bor. Sizlarni chahar paylarning qornidagi mayoq tezakdan va qondan ayrilib chiqqan pokiz va
təmlik süt bilan soğurimiz. Sizlar üçün yana bundaq ibretmi barki, xormidan, üzümdün şaraplar və pakiz yeməkliklər yasaysizlar. Aqlni işiltadigan qavm üçün buningda haqiqatan Allahның birligini ko'rsatadigan dalil bor. Parvardigoring hasal harisiga ilhom bilan bildirdi. Tağlarga, daraxtlarga va kishilarning hasal harlari uchun yasıgan öylärgə uğu tüzgün. Ondan keyin turlik meyveler, yani gül çiçeklerden yegin. Parvardigoringning yo'llariga itoatmanlik bilan kirgin. Uning, yani hasal harisining qornidan insonlarga shifo bo'ladigan xilma-xil ranglik ichimlik, yani hasal chiqadi. Buningda Allohning qudratining cho'ngligini fikr qiladigan qavm uchun ibrat bor. Allah sizlarni yaratdi. Ondan ajlinglar putganda sizlarni qabziroq qiladi. Aranglarda ömrünün yaman, yani en qeyirliq bosqichiga ulashadiganlarmi bor. Ular hatta bir narsalarni bilgandan keyin hech narsani bilmas bo'lib qoladi. Yani ilgiri biladiganlarini unutib, kuch-quvvati tugab, aqli kemiyib, kichik baliga o'xshab qoladi. Allah haqiqatan mahluqotni boshqarishni bilguchidir. O'zi iroda qilgan narsani ishga oshirishga qodirdir. Allah sizlarning ba'zinglarni ba'zinglardan rizqda ustun qildi. Rizqda ustun qilinganlar o'zlarining rizqini rizqda barobar bo'lish uchun qo'l ostidagi qullarga bermaydi. Ular Allah'ның nimmetini inkar qılishamdu. Allah sizlarning unisi ülpet elişinglar üçün xotininglarni öz tipinglardan yaratdi. Sizlar üçün ulardan o'g'illarni va nevrilarni yaratdi. Sizlarga turlik sherin narsalarni rizq qilib berdi. Ular batılga, yani butlarga ishinib Allah'ның nimmetiga küfürlük kılamdı. Ular Allah'ını koyup, özlerine asmanlardan hiç qandaq rızık düşürüp ve yerden hiç qandaq rızık çıkarıp, yani asmandan yağmur yağdırıp ve yerden ziraat ve daraxtlarni östürüp berelmeydigan, şunda qilishqa kudreti yetmeydigan butlarga çoqunamdı. Sizler Allah'a misal keltirmanglar. Yani Allah'a butlarni o'xshatmanglar. Allah'a şerik keltirmanglar. Allah haqiqatan hamma haqiqatni biladi. Sizlar Allah'ның büyüklükini bilmeysizler. Allah bundaq bir misal keltirdi. Hiç qandaq ishni öz aldığa bir taraf qılalmaydigan bir qul. Biz obdan rızık, yani mol mal-mülk ata qilgan ve onu yoshurun yoki oshkori yo'sunda sadiq qilib turgan hur erkin odam bilan o'xshashmi? Yani hech narsaga ega bo'lmagan qulga o'xshaydigan butlarni hammaga ega bo'lgan va koinotni xohlagancha tasarruf qiladigan Allah bilan qandoqmi tanglashtirgili bo'lsin? Jimi hamdu sana Allah'a xosdir. Ular, yani kafirlarning to'lisi hamdu sanaga Allah'ның loyiq ekanligini, butlarning hamdu sanaga va ibodatga loyiq emasligini uqmaydi. Allah yana mundaq misal keltirdi. Mundaq ikki odam bor bo'lib, ularning biri hech ish qilolmaydigan va egisiga yuk bo'lib qolgan bir gachidirki, egisi bu gachini mayli qayerga avatsin, u hech qanday foyda ilib kelolmaydi. Yana biri bo'lsa,
o'zi to'g'ri yo'lda mang'an va kishilarni haqqoniy bo'lishga buyuradigan odamdir. Bu ikki odam o'xshashmi? Ya'ni bu gachi bilan o'zi to'g'ri yo'lda turib, fasohatlik so'zlaydigan, o'zi Qur'on nuri bilan nurlangan odam bir-biriga o'xshamdi. Aqlliq odamning ularni o'xshash o'ringa qo'ymag'inidek but va toshni hammani bilguchi qudratlik Alloh bilan o'xshash o'ringa qo'yg'ili bo'lmaydi. Osmonlardagi va zimindagi g'ayibni bilish Allohga xosdir. Qiyomatning qoyim bo'lishi ko'zni yumib ochquchilik yoki uningdanmi tezdir. Allah haqiqatan hamma narsaga qodirdir. Allah sizlarni onanglarning qornidan hech narsani bilmaydigan holatinglar bilan chiqardi. Allah sizlarga shukr qilsin deb quloq, ko'z va yuraklarni ato qildi. Ular qushlarning havoda uchishga bo'ysundirilganligini ko'rmadimi? Ularni havodan tushib ketishdan faqat Allah tutib turdi. Buningda iman etadigan qavm uchun Allah'ның birlikini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Allah sizlarga uyinglarni turalg'u joy qilib berdi. Sizlarga hayvonlarning terlaridan uylarni, chedirlarni qilib berdi. Sizlar ko'shgan kuninglardimi, turgan kuninglardimi uning yenikligini his qilasizlar. Sizlarga qo'ylarning yunglaridan, to'gilarning yunglaridan, o'shkilarning yunglaridan öy jahozlarini, ya'ni sizlar kiydigan va o'yinglarni saramjonlashtiradigan ham ma'lum muddatgacha, ya'ni o'lim kelgucha yoki ular ko'nrab tugigicha foydalanadigan narsalarni qilib berdi. Allah sizlarga o'zi yaratgan narsalar, ya'ni daraxtlar, tog'lar va binolardan kunning haroratidan saqlanadigan soylarni qilib berdi. Tog'lardan sizlarga g'or, o'nkirga o'xshash turalg'u qiladigan joylarni qilib berdi. Sizlarga issiqdan va sovuqdan saqlanadigan kiyimlarni, urushda sizlarni ziyon zahmatdan saqlaydigan tömür kiyimlarni tayyor qildi. Allah sizlarni itoat qilsin deb sizlarga ana shundoq mukammal ne'matlarni berdi. Agar ular, ya'ni mushriklar imondan yuz o'risa, sana hech ziyini yo'q. Sening vazifang faqat ro'shan tabliq qilishdir. Ular Allah'ның ne'matini tanıydı. Andın Allah'tan bölek g'ayriga ibodat qilish bilan u ne'matlarni inkor qiladi. Ularning to'lisi kofirdir, ya'ni kofir peticha o'ladi. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida har ummatdan uningga iymon bilan yoki kufr bilan guvohlik beradigan bir shohid, ya'ni payg'ambar keltiramiz. Andın kofirlarga o'zir aytishga ruxsat qilinmaydi. Hamda ulardan Parvardigorini rozi qilish, ya'ni Parvardigorini rozi qiladigan amallarni qilish talab qilinmaydi. Zolimlar, ya'ni mushriklar azobni ko'rgan chaqda ulardan azob yeniklatilmaydi va kechiktirilmaydi. Mushriklar dunyoda cho'qingan butlarni ko'rgan chaqda, ey Parvardigorimiz, bular bo'lsa bizning seni qo'yib ibodat qilgan butlarimizdir deydi. Butlari ularga javob berib, shubhisizki sizlar haqiqatan yolg'onchisizlar deydi. Shu kunda ular o'zlarining Allohga bosh egganligini bildirdi. Ammo ularning dunyodagi chaqlarda
butlar bizga shafaat qiladi degan yolg'on yavdoqlari yo'qqa chiqadi. Kafir bo'lganlarga va kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni dinidan to'sqanlarga ularning qilgan buzg'unchiliklari uchun azob ustiga azob qo'shib, ziyoda azob qilamiz. Shu kunda biz har bir ummatga ularning ichidan ularga qarshi guvohlik beradigan bir shohid, ya'ni payg'ambar keltiramiz va shu kunda biz seni bularga, ya'ni ummatingga shohid qilib keltiramiz. Sana biz kitobni, ya'ni Qur'onni, hamma narsani, ya'ni kishilar muhtoj bo'ladigan diniy ishlarning hammasini tushuntirib beradigan, dillarga hidoyat, bandalarga rahmat, musulmonlarga mangulik saodat bilan xo'sh xabar yetkazadigan qilib nozil qildik. Allah haqiqatan kishilar orasida adil bo'lishga, jimi xalqqa yaxshilik qilishga, xish aqribolarga sil rahim qilishga buyurdi. Qabih so'z harakatlardan, yomon ishlardan va zulm qilishdan to'sidi. Nasihatni qabul qilsin deb Allah sizlarga pand nasihat qiladi. Sizlar ahdi tuzishganlaringlarda Allohning ahdiga vafo qilinglar. Qasaminglarni Allohning nomini tilga elib, puxtalagandan keyin buzmanglar. Chunki sizlar Allohni guvochi qildinglar. Shubhisizki Allah qilmishinglarni bilib turadi. Sizlar pishiq egirgan jipni cho'p, parch-parch qilayotgan xotindek bo'lmanglar. Bir jama, son va mol-mulk jihatda yana bir jamadan ko'p bo'lganligi uchun qasaminglarni aldamchilikning vositasi qilib olasizlar. Ya'ni o'zaro yordamlashish ustida bir jama bilan ittifoq tuzishgandan keyin soni pul meli ko'proq yana bir jamani ko'ribla ilgiriki jama bilan tuzishgan ahdini buzib, keyingi jama bilan ahdi tuzsizlar. Allah sizlarni haqiqatan buning, ya'ni va'diga vafo qilish amri bilan sinaydi. Sizlar datalash qilishgan haq nohaqni qiyomat kuni sizlarga cho'qim aniq ayirib beradi. Mubodo Allah xohlagan bo'lsa edi, sizlarni, ya'ni butun insonlarni albatta bir ummat, ya'ni bir dinda qiladi. Lekin Allohning hikmati ularni o'z ixtiyoriga qo'yib etishni taqozo qildi. Allah xohlagan odamni gumroh qiladi, xohlagan odamni hidoyat qiladi. Qiyomat kuni bütün qilmishinglar ustida so'roq qilinsizlar. Qadiminglar islom dinida izchil bo'lgandan keyin teyilib ketmaslik uchun qasaminglarni o'z oranglarda aldamchilikning vositasi qilib olmanglar. Kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanliqinglar, ya'ni ahdiga vafo qilishdan yuz o'rganlikinglar uchun azobni tetisizlar. Sizlar oxiratda do'zaxda cho'ng azobga qolasizlar. Sizlar Allohning ahdini arzimas narsaga setivatmanglar. Sizlar agar bilsanglar, Allohning dargohidagi savob sizlar uchun fani dunyoning narsalaridan ortiqdir. Ey insonlar, sizlarning ilkinglardagi narsalar tugaydi. Allohning dargohidagi narsalar tugumasdir. Sabr qilguvchilarga albatta ularning qilgan amalidanmu yaxshiroq savob beramiz. Er ayol mu'minlardan kimiki yaxshi amal qiladigan, biz uni albatta dunyoda qanoatchanlik, halol rizq va yaxshi amallarga muvaffaq qilib obdan yashtimiz.
ularga albatta qilgan amalidanmu yaxshiroq savob beramiz. Sen Qur'on o'qimoqchi bo'lganingda qo'g'landi shaytonning vasvasasidan Allohga sig'inib panoh tilegin. Shubhisizki mo'minlarning va Parvardigoriga tavakkul qilguvchilar, ya'ni yo'languchilarning ustidan shayton hukmronlik qila olmaydi. Ya'ni Parvardigoriga chin yo'langan mo'minlarga shaytonning vasvasasi ta'sir qila olmaydi. Shayton faqat o'zini do'st tutadiganlar va o'zining ig'vo qilishi bilan mushrik bo'lib ketganlar ustidinla hukmronlik qiladi. Biz bir oyatni yana bir oyatning o'rniga almashtirganimizda, ya'ni bir hukmni bekor qilib, uning o'rniga boshqa bir hukmni tushirganimizda, Allah o'zi nozil qilganni, ya'ni shu hukmda bandiga nima manfaat va hikmat borligini o'zi obdan biladi. Ular: "Ey Muhammad, sen Allohga yolg'on chaplading" deydi. Undaq emas. Ularning to'lisi Allohning hikmatini uqmaydi. Aytqinki, Qur'onni Jibril mo'minlarning iymonini mustahkam qilish uchun musulmonlarga hidoyat va xush xabar qilib, Parvardigoring huzuridan rostchilik bilan nozil qildi. Ular, ya'ni mushriklarning uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomga Qur'onni bir inson ta'lim berdi degan so'zini obdan bilamiz. Ular ko'rsatgan odamning tili arab tili emas. Bu Qur'on bo'lsa ro'shan arab tilidir. Shubhisizki Allohning oyatlariga, ya'ni Qur'onga ishonmaydiganlarni Allah hidoyat qilmaydi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Faqat Allohning oyatlariga ishonmaydiganlarla Allohga yolg'on chaplaydi. Muhammad alayhissalom yolg'onchi emas, dal ularning o'zlari yolg'onchidir. Kimiki Allohga iymon etgandan keyin iymonidan yenib olsa, qalbi iymon bilan mustahkam tursumu, majburlash ostida og'zidila iymondan yonganligini bildirganlar buningdan mustasno. Kufri bilan ko'ngli ozodi bo'lsa, ya'ni ixtiyoriy yo'sinda murtad bo'lgan bo'lsa, u Allohning g'azabiga duchor bo'ladi va cho'ng azobga qoladi. Bu, ya'ni azob ularning dunyo tirikchiligini oxiratdan ortiq ko'rganliklari va Allohning kofir qavmni hidoyat qilmaydiganligi uchundir. Ana shu kishilar Allah tarafidan dillari, quloqlari va ko'zlari pechatlab etilgan kishilardir. Ana shular g'ofillardir. Ular rastla oxiratda ziyon tarqishlardir. Ondan ey Muhammad, ziyonkashlikka uchirgandan keyin haqiqatan Madinaga hijrat qilgan, ondan Allohning yo'lida jihad qilgan va jihadning mushaqqatlariga chidaganlarga Parvardigoring mag'firat qiladi. Shubhisizki Parvardigoring shuningdan, ya'ni ularning hijrat, jihad, sabr qilganidan keyin ularga albatta mag'firat qilguchidir, rahmat qilguchidir. Har odam o'z bilan bo'lib ketadigan, har odamga qilgan amalining mukofoti to'liq beriladigan, ularga zulm qilinmaydigan kunni, ya'ni qiyomat kunini asligin. Allah mundaq bir misolni keltirdi. Bir shahar, ya'ni Makka aholisi bo'lib, aslida tinish xotirjam edi. Uning rizqi taraf-tarafdan kengtasha kelib turadi. Uning aholisi Allohning ne'matlariga kufrlik qildi.
Allah ularga qilmishlari tüpeyledin açlıqның və qorqunuşның əlimini tetitdi. Ularga öz içidin bir peygamber yani Muhammed aleyhisselam geldi. Uni ular inkar qildi. Ularga azap yani qattiqchilik və uqubat yuzlandi. Ular günahlarga çömgenlik tüpeyledin zalim idi. Allah sizlarga rizq qilib bergan halal şerin yemekliklerden yanglar. Agar Allah qila ibadet qiladigan bolsanglar, Allah'ның nimmetiga şükür qilinglar. Allah sizlarga özü ölüp qalgan hayvanni, qonni, çoşqu güçünü, Allah'tan gayrinin yani butlarning nomi aytilib bo'g'izlangan hayvanni yeyishni harom qildi. Kimiki ixtiyoricha emas, ilojsizlikdan yuqorqi harom qilingan narsalardan hayotini saqlab qolgudek miqdorda yesa, Allah uni mag'firat qilguchidir. Uningga kuyinguchidir. Ağzınlarga kelgan yolg'onni so'zlash uchun hech qanday dalilsiz bu halal, bu haram demanglar. Chunki mundaqda Allah nomidan yolg'onni o'ydirgan bo'lisizlar. Allah nomidan yolg'onni o'ydirguchilar haqiqatan dunyo va oxiratda maqsadiga erisholmaydi. Ular dunyodan faqat ozg'ini bahramon bo'ladi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. İlgiri sana bayan qilgan narsalarni yalğız Yahudilarga haram qildik. Bunun bilan biz ularga zulm qilmadik. Lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Şübhəsizki bilmasdan yomon ishlarni qilgandan keyin tavba qilgan va amalini tuzatganlarga Parvardigoring albatta mag'firat qilguchidir, marhamat qilguchidir. İbrahim haqiqatan yaxshi xislatlarni o'zlashtirguchi peshiva, Allohga itoatman, batil dinlardan haq dinga buralguchi, ya'ni haq dinga e'tiqod qilguchi edi. U Allohga sherik keltirguchilardan emas edi. İbrahim Allah'ның nimetleriga şükür qilguchi edi. Allah uni payg'ambarlikka tanladi va uni to'g'ri yo'lga boshladi. Uningga dunyoda yaxshilik ato qildik. Shak shubhisizki oxiratda u yaxshilar qatorida bo'ladi. Ondan sana batil dinlardan haq dinga buralguchi, ya'ni haq dinga e'tiqod qilguchi İbrahimning diniga agashkin. İbrahim mushriklardan emas edi, deb vahiy qildik. Shanba kuni ustida ixtilof qilguchilar uchunla uni ulug'lash belgilandi. Ya'ni shanba kunini ulug'lash va bu kunda ishlamaslik İbrahimning shariatida yo'q edi. Yahudilar Allah'ның emriga osilik qilib, dinde ixtilof qilishganliklari sababidan ularga eg'irchilik tug'dirish uchun shundoq belgilamani chiqardik. Shubhisizki Parvardigoring qiyomat kuni ular ixtilof qilishgan haq nohaq ustida cho'qim hukm chiqardi. Parvardigoringning yo'liga, ya'ni islom diniga hikmatlik uslubda yaxshi vaz nasihat bilan da'vat qilgin. Ular, ya'ni muxolifatchilik qilguchilar bilan chiroyli ravishda munozirlashkin. Parvardigoring haqiqatan uning yo'lidan ozg'anlarni obdan biladi. Hidoyat topquchilarni obdan biladi. Agar o'zinglarga yetgan ziyon zahmat uchun intiqom olmoqchi bo'lsanglar, o'zinglarga yetgan ziyon zahmat qanchalik bo'lsa, shunchalik intiqom elinglar, ya'ni oshirib etmanglar. Agar sabr qilsanglar,
ya'ni intiqom olmay kechirsanglar, bu savr qilg'uvchilar, ya'ni kechirguchilar uchun albatta yaxshidir. Ey Muhammad, Allohning yo'lida sana yetgan aziyatlarga savr qilgin. Savrang faqat Allohning yordami bilanla qo'lga keladi. Ularning iman etmaganligiga qayg'urmagin. Ularning hili-mikirsidan yuriking siqilmasin. Allah haqiqatan taqvodorlik qilg'uvchilar va yaxshi ish qilg'uvchilar bilan billadir. Avlod ovozliq asarlari.